Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi o't yurak, qondosh, vatandosh qarindoshlarim 2014-yili 7-oyning 28-kuni hammanglarga ma'lum ona tuprog'imiz Sharqiy Turkistonning Yakan shahri Ilishqu kentida qo'lida to'mirning sunuqi bo'lmagan oqko'ngil, sodda, gunohsiz qarindoshlarimizga nisbatan Ishplas Xitoy kommunist tajovuzchilari zo'r ko'lamlik irqiy qirg'inchilik elib bordi ve 3 yezda turishliq begunoh qarindoshlarimizni pulemyot ve zamonaviy qurollar bilan pokiz qirib tugatdi. Bunun ichida 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan begunoh xalq bor. Narsida buvoqlarmi bor. Hatto narsida buvoqlar o'z beshiklarida shu o'qning zarbisidan qonga milinib ketib qoldi. Şu sebeplik muhaciratdagi Uyg'urlarimiz Xitoy Ishplas kommunistlariga qarta öz narazılıklarını, g'azab nafratini bildirish uchun her türlü namoyish ve faaliyetlerini elib beryapti. Norvegiya Uyg'ur komiteti ve Norvegiya Uyg'ur yoshlar uyushmasi ve Norvegiyadagi barliq Uyg'ur jamoatiga vakolatan Hristiyan sondagi mas'uliyatchan o't yurak Uyg'ur yoshlari Hristiyan sondagi qadimiy ko'chi bo'lgan Mahkinis ko'chisida, ya'ni Mahkinis gata, Mahkinis ko'chisida Xitoy Ishplas kommunistlarining Sharqiy Turkistondagi gunohsiz xalqimizga qarta elib berayotgan zulmlari ve irqiy qirg'inchiligini, shundaqla biologiyalik qirg'inchiligini, ya'ni Ishplas Xitoy kommunist tajovuzchilari Sharqiy Turkistonda 1 milyondan ortiq begunoh xalqimizni atalmış yepki terbiyeleş merkezi namideki ceza lagerlerinde, ceza kamplarında sistivit pardı, öldürüvatıdı. Her günü digidek nurgun qarindoshlarımızdan ölükleri çıkıvatıdı. Nurgun qarindoshlarimizni şu türmelerde, ceza kamplarında şehit kılıvetti. Bunun içinde narisiydi buvaqlarımız, narisiydi perzentlerimiz, narisiydi kızlarımız ve faziletli kızlarımız mı var? Qeri yaşını qalğan ata anılar ve qeri çüre qarindoshlarimiz mı var? Yerlik xalqqa mana bu biz muşu vatanda bo'layotgan muşu zulmni ve şu jazo kamplarida ingrayotgan şu qarindoshlarimizdin ovozini biz erkin davlatlarda, ya'ni Norvegiyada muşu yerlik xalqqa anglatdik. Ko'chada tashviqot baroqlarini tarqitib Xitoy Ishplas kommunistlarının bizga silayotgan zo'rliq, zo'ng'liqlarini, irqiy qirg'inchilikni yerlik xalqqa anglatdik ve hukumatga anglatyapmiz. Shundaqla dunyoning har qaysi joylarida barliq qarindoshlarimiz o'ziga tushliq xizmat qilyapti. Shundaqla Amerikada, Washingtonda, Capitol Hill maydonida Salih Xudoyor qarindishimiz ve Bilal İbrahim Türkistani qarindishimiz, anımız Rabia Qadir qatorliqlar şu aptap demey, issiq demey, mana şu jazo kamplarındaki qarindoshlarimizni zulmda ingrayotgan qarindoshlarimizni qutqizish uchun usab ketsimi, qo'sqi ichib ketsimi, jafo tortyapsimi, aptapda qolsimi, yomg'irda qolsimi shu yerda turib Aqsaroyning oldida şu Aqsaroydagi diplomatiya ministrlariga, diplomatiya xodimlariga bildiryapti, Amerika xalqiga bildiryapti. Barliq aziz qarindoshlarimizningki biz bilan moslashib berganligiga ve qo'llab-quvvatlab berganligiga ko'pdan ko'p tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.